Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video orqali yangi O'zbekiston turar joy majmuasida qanday qulayliklar borligini bilib olasiz. Biznes klassdagi loyihamizning asosiy fishkalaridan biri katta hududda kam xonadonlar joylashganligidir. Ya'ni majmuamizda atiga 192 ta xonadon mavjud. Majmuamiz 4 va 5 qavatdan iborat bo'lishiga qaramasdan, har bir podyezdda bittadan lift mavjud. Keyingi qulayliklarimizdan biri qo'riqlash tizimi, ya'ni siz va oilangizni xotirjam hayotini ta'minlash uchun. Ya'ni majmua hududiga begona shaxslar kira olishmaydi. Sababi qo'riqlash tizimi xodimlari majmua kirish qismida nazorat qilishadi. Shu bilan birga majmua hududiga avtomobillar kirgizilmaydi. Bu esa farzandingiz xavfsizligi va sizning xotirjamligingizni ta'minlab beradi. Oxirgi vaqtda muammolardan biriga aylangan parkovka masalasidir. Yangi O'zbekiston turar joy majmuasida -1 qavatda va majmua hududida parkovkalar mavjud. Yangi O'zbekiston turar joy majmuasining eng katta qulayliklaridan biri bu ekologik toza hududda joylashganligidir. Ya'ni majmuamiz tog' hududiga yaqin joyda joylashganligi sababli shaharga nisbatan aynan bu lokatsiyada havo ancha toza. Siz ham yangi O'zbekiston turar joy majmuasidan xonadon xarid qiling va quyidagi barcha qulayliklardan foydalaning.